ham lecheniya qilinmagan. Tayyor qo'pol qilib aytganda qo'yni boqib qurbonlikka tayinlanyapti, operatsiyaga tayinlashyapti bolani. Yana 10 yil bolaga vaqt kerak operatsiya qilish uchun. 10 yil ichida ko'zida qancha jarayon ketadi. Bu bir. Ikkinchidan ochkimi, ko'zga vitaminmi, lecheniya qilishdan oldin birinchi navbatda nima uchun zreniya ketganini sababini aniqlash kerak. Ana endi asosiysini aytaman. To'g'richa qo'y. Eng xavfli qurtlarning ichida askarida qurti eng xavfli hisoblanadi. Askarida qurti 10 cm dan 40 cm-gacha o'sadigan qurt. Lekin bitta tuxum qo'yganida mingtadan 10 mingtagacha tuxum qo'yadi. Xuddiki go'yoki baliq ikrasiga o'xshab kuchga tuxum qo'yadi. 1 yil ichida bu rivojlanib, 3 yil ichida bu haligi holatga keladi. O'zini bildirmaydi ungacha. Tayyor o'sha lichinka holatdan o'sha qurt holatiga o'tganidan keyin birinchi navbatda limfa qon tomirlarini shikastlaydi. Limfa qon tomiri degani bu birinchi o'rinda adenoid degani